Agar xizmatingizni qimmat narxga sota olmayotgan bo'lsangiz, sizga bitta zo'r usulni o'rgataman. Xizmatingizni qimmat narxga sota olasiz. Ismim Alisher Nomozov. 7 yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Tasavvur qiling, siz mijoz bilan переговорda o'tiribsiz va $10,000 xizmat ko'rsatishingizni mijozga aytdingiz. Mijoz aytayapti, "Oh, u qimmat ekan-ku, 10,000 emas, undan ko'ra 7,000 to'layman. 3,000 chegirma qilib bering" deyapti. O'sha joyda nima qilishingiz kerak? Zo'r bitta usul. Mana shu usulni qo'llasangiz, Xudo xolasa baraka topasiz. 3 ta so'z yozasiz varaqqa. Bular sifatli birinchisi, ikkinchisi tez, uchinchisi arzon va mijozga aytasizki, tanlov berasiz. Mana shu 3 ta so'zdan ikkitasini tanlovni xohlaganini tanlov qilishingiz mumkin. Birinchisi, agar sifatli va tez bo'lishini xohlasangiz, arzon bo'lmaydi. Ikkinchisi, sifatli va arzon bo'lishini xohlasangiz, tez bo'lmaydi. Endi uchinchisi, tez va arzon bo'lishini xohlasangiz, sifatli bo'lmaydi. Qarabsizki, mijoz hech qachon arzon varianti qo'shilgan variantni tanlamaydi. Nimaga? Chunki inson tabiati shunaqa. Har doim sifatli va tez narsani xohlaydi. O'sha narsani mijozingizga tushuntirib bering, ishoning. Mana shu $10,000 narx belgilagansizmi, $10,000 da sizdan xizmatingizni sotib oladi. Bu yuqorida aytgan ma'lumotlarim ko'pchilik tomonidan sinab ko'rilgan va manfaat va foyda topilgan. Siz ham sinab ko'ring va sinab ko'rganingizdan keyin natijasini albatta izohlarda yozib ko'ring. Xudo xolasa keyingi videolarda mana shu natijalarni afzal qilamiz.